fakat 2 gün deydi. 1.150.000 so'mdan. Assalomu alaykum Bibi Hanım akani kuzatuvchilari. Eldimda turgan italyanskiy naborlarni endi faqat 2 gün 1.250.000 emas, 1.150.000 so'mga xarid etsangizlar bo'ladi. Ishi qo'limda turgan sepochkalar ham 1.150.000 so'mga kiradi faqat 2 gün. Qaranglar, asilish variantlarini ham ko'rsangizlar bo'ladi. Shuning xo'sh turadi, qo'llarda yuziklari, qo'lqimda isirgasi. Qaranglar, bu modelimiz ham shunday xo'sh model ekan. Menga ina shu yoqdi. Hozir 3 dona yaqqanni saylab qolaman. Sizlarga qaysi yaqqanini aytasizlar? Qaranglar, bu modelimdan xo'sh ekan. Bu menga yaqqan ikkinchi model. Ina isirgalarni, asilishlarini e'tibor berasizlar. Shunday bir xo'sh необычный turadi. Sportivniy variantlar bilan ham xo'sh turadi ekan. Нежный. Qaranglar, bu model 3-model menga yaqqan, скромный turadi ekan. O'zi ko'pincha shunday variantlar yoqadi menga. Asilishlarni kommentariya yozib o'tinglar, qaysi chiroyli turganini menga. Bu aksiyamiz 17 va 18 yanvar kunlari davom etadi. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosib qo'yman, noxo'da bizda zo'r yangiliklar bo'ladi.